Assalomu alaykum hurmatli talabalar. O'zbekistonning yangi tarix fanidan ma'ruza mashg'ulotlarimiz davom etadi. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz O'zbekiston va jahon hamjamiyati. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin nafaqat ichki siyosatda, balki tashqi siyosatda ham faol va dunyoning yetakchi davlatlari qatorida teng huquqli, konstruktiv tashqi siyosat olib bora boshladi. Bu birinchi prezidentimiz davrida demak O'zbekistonning tashqi siyosiy faoliyatiga asos qo'yildi va bugungi kunda esa hozirgi prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev davrida yanada puxta amalga oshirilmoqda. Demak, bugungi darsimizning mavzusi quyidagilardan iborat. Birinchisi, mustaqil O'zbekistonning tashqi siyosat asoslari va jahon hamjamiyatiga qo'shilishi. Demak, bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosatini demak huquqiy yuridik jihatdan qanday tashkil etilganligi yoki bo'lmasa demak o'sha 1991-yil mustaqil bo'lganimizdan keyin O'zbekiston Respublikasining jahon tashqi siyosatiga qay tariqa qo'shilganligi, dunyoga ochilganligi va demak mamlakatlar bilan ikki tomonlama teng huquqli asosda demak tashqi siyosatni yo'lga qo'yganligi haqida gaplashamiz. Ikkinchisi, O'zbekistonning xalqaro tashkilotlardagi o'rni va nufuzining ortib borishi. Bilamiz, tashqi siyosat bu faqatgina mamlakatlar o'rtasida bo'lmaydi, balki xalqaro tashkilotlar, ularga a'zo bo'lish, ular doirasida ish ko'rish kabi demak normalarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston ham demak mustaqillikning dastlabki yillaridanoq xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lib, ular bilan demak ularning doirasida ish ko'rib bormoqda. Va biz bu rejamiz ikkinchi qismida shular to'g'risida demak ko'rib chiqamiz. Uchinchisi, O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan aloqalari. Albatta, O'zbekiston bugungi kunda tashqi siyosatda uzoq va yaqin mamlakatlar bilan teng huquqli asosda demak mustaqil tashqi siyosat olib bormoqda, lekin shular ichida hozirgi prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, albatta birinchi biz qo'shni davlatlar, o'zimizga qo'shni bo'lgan davlatlar bilan tashqi aloqalarni har tomonlama mustahkamlash yo'lidan bormoqdamiz va mana shu rejada uchinchisida ko'rib chiqamiz. To'rtinchisi, O'zbekiston bilan ittifoqchilik va strategik sheriklik darajasida munosabat o'rnatgan davlatlar. Demak, tashqi siyosat, diplomatiyada shunday bir tushunchalar bor: ittifoqchilik va strategik sherikchilik munosabatlari o'rnatish degan. Mana shu tushunchalarga avvalo ta'rif beramiz va O'zbekiston qaysi davlatlar bilan demak bugungi kunda mana shunday shartnomalar imzolangan va mana shu shartnomalar asosida demak aloqalar o'rnatganligi haqida ko'rib chiqamiz. Keyingisi, O'zbekistonning Osiyo mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli aloqalari, undan keyin Yevropa ittifoqi mamlakatlari bilan hamkorligi, oxirgisi esa Yaqin Sharq va Arab dunyosi mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli aloqalarni demak bu mavzuda ko'rib chiqamiz. Demak, rejamizda avvalo xaritaga e'tibor beramiz. Demak, xaritada O'zbekiston bu Markaziy Osiyoda joylashgan, ko'k rangda berilgan o'sha mintaqada ma'lum bir hudud, geografiyada shunday tushuncha bor. Katta demak materik yoki qit'alar ma'lum bir geografik yoki siyosiy jihatdan kichik guruhlarga, hududlarga bo'linadi. Jumladan Osiyo ham. Osiyoda demak o'sha Markaziy Osiyo mintaqasida bugungi kunda O'zbekiston joylashgan o'zining qo'shnilari bilan. Keyingisida o'tamiz O'zbekistonning geosiyosiy o'rni. Ya'ni boyagi demak Markaziy Osiyoni oladigan bo'lsak, Markaziy Osiyoni ham markazi joylashgan O'zbekiston Respublikasi, shimolda demak Qozog'iston Respublikasi, janubda Turkmaniston va Afg'oniston Islom Amirligi, sharqda esa demak Qirg'iz Respublikasi va Tojikiston bilan chegaradosh. O'zbekistonning geosiyosiy o'rni o'ziga xos xarakterga ega, ya'ni dengizlardan uzoqda, dengizga agar chiqish imkoni bo'lganda ham kamida ikkita davlat hududidan o'tish kerak bo'lgan kam sonli o'ziga xos bo'lgan geosiyosiy o'rni mavjud davlatlardan biri. Va mana e'tibor beramiz, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida alohida ajralib turadi. Xo'p, geografik joylashuvi, tarixan olib qarayotgan bo'lsak, albatta O'zbekistonning geografik joylashuvining qulay va noqulay tomonlari bor. Bu esa aynan respublikaning geosiyosiy vaziyati va strategik manfaatlari hamda ichki va tashqi siyosatni tanlash va belgilashda muhim ahamiyat
kasb etadi bu. Xo'p, keyingisi qaraymiz. Misol uchun O'zbekiston Respublikasining geosiyosiy o'rni ijobiy tomonlar. Birinchi o'rinda demak mamlakat sharq va g'arbni bog'laydigan o'sha qadimgi va navqiron Buyuk Ipak yo'li chorrahasi joylashganligi. Ikkinchidan demak Markaziy Osiyoning jug'rofiy va siyosiy jihatdan markazida o'rnida turishi, tabiiy iqlim sharoiti qulay, ulkan mineral xomashyo zaxiralari va strategik materiallarga egaligi, aholi soni va boshqa ijtimoiy boshqa imkoniyatlar jihatdan mintaqada yetakchi o'rin tutishligi bilan ko'rib chiqishimiz mumkin. Keyingisi albatta salbiy o'ziga xos tomonlarni ko'radigan bo'lsak, demak O'zbekiston Respublikasi etnik murosasizlik, narkobiznes, xalqaro o'sha tashqi kuchlar tomonidan demak boshqarib kelinadigan guruhlar mavjud bo'lgan Afg'oniston kabi davlat bilan chegaradoshligi. Bu esa O'zbekistonda o'ziga xos bo'lgan demak o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan katta ishlar qilishi, har doim o'sha demak e'tibor qaratishligini taqozo qiladi. Keyingisi etnik, siyosiy, iqtisodiy va boshqa muammolar yuki ostida qolgan mamlakatlar qushab turibdi. Va bu ham demak O'zbekistonni doimo o'sha atrofidagi mamlakatlar, o'sha qo'shnilar, balki undan uzoqroq bo'lgan davlatlar bilan ham munosabatlarda demak o'ziga xos demak munosabat o'rnatishga, e'tibor qaratishga majbur qiladi. Uchinchisi, dengizga chiqa olmaydigan, buning ustiga dengiz bandargohining eng uzoqda joylashgan mamlakat. Albatta bu dunyo miqyosida olib qaraganda ham O'zbekiston dengizlardan anchagina uzoqroqda bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Buni boya yuqorida ham aytdik. Oxirgisi esa suv resurslarining cheklanganligi, ekologik muammolar va Orol fojiasi. Albatta bu masalalar O'zbekistonda tashqi siyosatda yoki geosiyosiy o'rnida o'ziga xos bo'lgan turli xil masalalar, eng katta masalalardan biri hisoblanadi. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, boya aytganimizdek, O'zbekiston mana o'sha geografik joylashuvi ham dengizlardan uzoqroqda joylashgan mamlakat deb aytdik. Endi mustaqillik arafasida O'zbekiston geosiyosiy holati 90-yillarga qadar dunyo ikki qutbli edi, ya'ni o'sha SSSR va AQSh yetakchilik qilgan o'sha sovuq urush davridan dunyo 90-yillar boshiga kelib o'sha SSSRning qulashi bilan bu davr tugayotgandi. Dunyoda yangi mustaqil bo'lgan davlatlar, yangi o'sha respublikalar paydo bo'layotgandi. Shulardan biri O'zbekiston ham. Va bunday murakkab demak o'sha geosiyosiy dunyoda O'zbekistonning o'sha tashqi siyosati, tashqi faoliyatini o'rnatish, uni demak dunyoga chiqarish juda ham katta bir kutilayotgan natija edi. Va e'tibor bering, endi dunyo ko'p qutbli bo'lib qoldi. Albatta geosiyosat fanida tushuncha bor, ya'ni ko'p qutbli, bir qutbli, ikki qutbli degan tushunchalar. Ya'ni bu yerda demak dunyo ikki qutublidan ko'p qutbli dunyoga o'tayotgan vaziyatda O'zbekiston Respublikasi mustaqil bo'ldi. Va O'zbekiston ham mana shu jarayonda xalqaro maydonda o'zining o'rnini, ahamiyatini demak qo'lga kiritishga harakat qila boshladi. Bu bo'yicha albatta O'zbekistonning tashqi siyosatini amalga oshiradigan asosiy siyosiy institut bu Tashqi ishlar vazirligi. Tashqi ishlar vaziri esa birinchi o'rinda prezidentning bevosita rahbarligi ostida o'z ish faoliyatini olib boradi. Mana bu yerda demak o'sha Tashqi ishlar vazirligining asosiy prinsiplari demak ko'rsatib o'tilgan. Mana bu bino esa O'zbekiston Respublikasining Tashqi ishlar vazirligining bosh binosi bugungi kunda Toshkent shahrida joylashgan. Va e'tibor beramiz, O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy o'sha faoliyatni amalga oshirish, diplomatiya sohasida demak kadrlarni tayyorlash bo'yicha Toshkentda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti tashkil etilgan. 1992-yilda birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning bevosita farmonlari bilan. Va universitetdagi yo'nalishlar xalqaro iqtisodiyot va menejment, xalqaro munosabatlar va siyosiy fanlar, xalqaro ommaviy va xususiy yo'nalishlar mavjud bugungi kunda. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirlari bu mustaqillik davridagi va bugungi kunda mana ko'ryapsiz, bugungi kunda esa O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Odilov Saidov hisoblanadi. Suratdagi inson Samarqand viloyatida tug'ilgan, demak mutaxassislik bo'yicha iqtisodchi. Mana shu inson O'zbekiston Respublikasining bugungi kunda tashqi ishlar vaziri hisoblanar ekan. Bu yerda ham tashqi ishlar faoliyatining huquqiy asoslari ko'rsatib o'tilgan. Mana bu yerda ko'ryapmiz, demak O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgandayoq, demak mana e'tibor beramiz, birinchi prezidentimiz, undan keyin hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev dunyoning eng o'sha kuchli, eng lider